Farzandlarimiz Xudo bilan yashashga va Xudoga xizmat qilishga o'rgatish bu shunchaki tavsiya emas, bu bizning burchimiz va shu bilan birga bu ulkan imkoniyat. Iymonli farzandlar bilan yashash imkoniyati, iymonli avlod qoldirish imkoniyati, uzilmaydigan ruhiy zanjir qurish imkoniyati. Bu faqatgina jismoniy farzandlar haqida emas, ruhiy farzandlar ham bor. Siz yordam beradigan insonlar, siz yo'l quyruq ko'rsatayotganlar, sizni hayotingizga qarab yashayotganlar. Ular bilan jamoa tuzib ko'ring. Nega jamoa muhim? Chunki jamoada mas'uliyat bor. Mas'uliyat esa ruhiy o'sishni tezlashtiradi. Inson undan nimanidir bog'liqlikni bilsa, u jiddiyroq bo'ladi. U chuqurroq ibodat qiladi. U Xudoni chin dildan izlaydi. Yoshlarni ham mas'uliyat olishga o'rgatish mumkin. Ularni o'rgatish muhim. Ibodat olib borishga, hamdu sano xizmatiga qatnashishiga, boshqalar uchun ibodat qilishga, kalom bilan bo'lishishga. Ular ulg'ayishni kutmang. Hozirdanoq xizmatga jalb qiling. Jamoada nima qilish kerak? Har kuni birga ibodat qiling. Buni odatiy jarayonga aylantiring. 3 turdagi ibodat: Xudoni izlash ibodati, hayotingizdagi barcha sohalardagi o'sish uchun ibodat, boshqalar uchun shafoat ibodati. Birga ibodat qilganingizda Xudo qalblarni birlashtiradi, balki shakllantiradi. O'z ovozini eshitishga o'rgatadi. Muqaddas yozuvni birga o'rganing. Ba'zan bolalar yoki o'smirlar o'zlari o'qishni yoqtirmaydi, lekin birga o'qilganda odat shakllanadi. Kalom madaniyati shakllanadi. Shohlik tafakkuri shakllanadi. Shunchaki va'z eshitishni emas, birga fikrlash, savol berish, muhokama qilish, shunday qilib haqiqiy iymon paydo bo'ladi. Bugun yashang va xizmat qiling. Zo'r vaqtni kutmang, katta xizmatni kutmang, maxsus voqeani kutmang. O'zingizdan so'rang: men bugun Xudo uchun nima qila olaman? Agar qila olsangiz qiling. Agar qila olmasangiz, eshiklar ochilish uchun ibodat qiling. Ba'zi odamlar 1-2 marta xizmat qilib ko'radi, nimadir chiqmaydi va hammasini tashlab qo'yadi. Keyin esa dunyoviy ishlar bilan band bo'lib ketadi. Boshqalar esa boshqacha. Ular ibodat qiladi, qo'lidan kelganini qiladi, kichik narsada sodiq qoladi va Xudo tayyor idishni ishlata boshlaydi. Avval kichigida, keyin yangi maydonda, keyin undan ham kattaroq joyda. Tayyor bo'ling. Qo'lingizdagini narsani qiling. Eshik ochilsa ibodat qiling. Ochilsa jasorat bilan kiring. Hushyor bo'ling, ogoh bo'ling. Xudo mukammallarni qidirmaydi. Xudo tayyor bo'layotganlarni qidiradi. Ibrohim ko'plab xalqlarning otasi bo'ldi, chunki u o'z uyida iymon jamoasini qurdi. Sizchi, sizdan keyin nima qoladi? Ruhiy meros qoladimi? Yo'lni davom ettirayotgan jamoat bo'ladimi? Jamoatingizni rivojlantiring, bugundan boshlang. Shunda Xudo uyingizdan ko'plab avlodlar uchun baraka manbaiga aylantiradi. Agar bu so'z yuragingizda tegsa, shunchaki tinchlanuvchi bo'lib qolmang. Tinglovchi bo'lmang. Izohlarda yozing: sizda ruhiy jamoa bormi? Farzandlaringiz yoki shogirdlaringiz bilan birga ibodat qilasizmi? Bundan nimani boshlashga tayyorsiz? Sizning izohingiz boshqalarga birinchi qadam tashlashni turtki bo'lishi mumkin. Agar sizni shunchaki hayot emas, balki meros qurishni istasangiz, layk bosing. Ruhiy o'sish, oila, xizmat va yetakchilik haqidagi amaliy muqaddas yozuv asosidagi darsliklarni olish uchun obuna bo'ling va bu videoni o'z avlodini yo'qotishni istamaydigan insonlar bilan ulashing. Keling, birgalikda bugun va kelajakda avlodlar uchun Xudo bilan yashaydigan iymon jamoatlarini quraylik.